Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Mana bugun Andijon viloyati Aftish tumaniga yetib kelganmiz. Xudo xolasa mana 900 dollarga qayerlar tunikafon bo'lgan. Hamma rasxot ichida, mana siz ko'rib borasiz. Xudo xolasa 900 dollar ichida tanlovlari ham ashula summani ichiga kiradi. Mana NDF ichidagi NDFlari hamma rasxoti. Xo'p, shapkamiz uzunligi 27,5 metr bo'lgan. Endi 1 metrlik chiqqan shapkamiz mana shunday ko'rinishda chiroyli go'zal holatda bo'lib bitdi. Bu Cobra fason deyiladi. Tanlovimizga ham e'tibor bersangiz, mana bestik tanlov oxirigacha 27 metrga butun tanlov qilib tushirib berganmiz. Qo'ldan kelgancha. Mana darvozaxonasi ham xo'p 4 ga 3,5 darvozaxonani shunaqa go'zal holatda qilib bitkazib berdik. Hop. Bu ishimiz jami summasi 900 dollarga bitdi. Uning ichiga kiradi NDF, tashqaridagi tanlovlari 27,5 metr tanlovlari bilan hamma rasxot ichida. Shakllarni navoiylar qilib shu voqea joy tashab ketganmiz. Shakllarni ko'rganmisiz? Mana shunday go'zal holatda 900 dollarga shuncha ish bo'ldi. Uyda egasini ovora qilmagan holda hamma rasxoti o'zimizda. Uyda egasidan bir mahal abed. Qolgan hamma o'zimiz. Ichkari shapkalarni ham kelishdi, xudo xolasa. Akamiz pulni tayyorlab qo'ysa, keyin boshlaydigan bo'lgan. Uzoqdan ko'rinishi shakllardan ana yo'llarni ham e'tibor berasiz, bir tekizda xudo xolasa. Ishonchli Stolbek kanaliga murojaat qila olasizlar behijolat. Uyda egasi. Aka, nima deysiz? Ish yoqdimi? Yo'q. Ma'qulmi? Pulidan hammasidan mamnunmisiz aka? Ana uyda egasini gaplarini eshityapsizlar, xudo xolasa mana. Go'zal holatda bo'ldi. Yo'qdi. Ichkari shapkalarni xudo xolasa kelajakda qilib beramiz. Polni. Bemalol murojaat qila olasizlar. Nomerlarimiz 93 067 1133.